Buyraklarni uy sharoitida chistka qilish, tozalash, yuvish haqida juda ham ko'pchilik eshitgan. Masalan, 5-6 litr suv ichish kerak, limon suvini ichish kerak, turli xil o'tli damlamalarni ichsang, toshlarni eritadi degan gaplarni ko'p eshitgansiz. Xo'sh, bularning qaysi biri to'g'ri yoki haqiqatga yaqin yoki umuman haqiqatga to'g'ri kelmaydi? Mana shu haqida sizlarga to'liq ma'lumotni beraman. Buyrakni vaqti bilan yuvish kerakmi? Xo'sh, yo'q. Umuman buyrakni vaqti bilan yuvish kerak degan tushuncha haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Umuman noto'g'ri. Chunki buyrakni o'zi organizmda turli xil tuzlardan, qoldiq mahsulotlardan va ortiqcha zararli mahsulotlardan o'zi chistka qilib turadi. Ya'ni o'zi tozalovchi funksiyani bajaradi. Agar buyrak sog'lom bo'ladigan bo'lsa, u o'zini o'zi tozalash xususiyatiga ega. Ya'ni sizda hech qanaqa tozalash, qanaqadir bir kunda ajratish yoki qanaqadir ichimliklarni ichib, uni tozalash sizdan talab qilinmaydi. Qancha ko'p suv ichsang, shuncha yaxshi deyshadi. Lekin bu juda ham bir xil vaqtlari zararli bo'lishi mumkin. Yetarlicha suv ichish bu foyda, ya'ni organizm talab qilganda ichish kerak. Yoki o'zini normativi bor, kilogrammga mos nisbatan ichish yoki sizni ishingiz kunlik davomida sizni organizm talab qilishiga ko'ra ichish mumkin. Lekin 5-6 litrlab suv ichish kerak deydigan gaplar bu juda ham noto'g'ri hisoblanadi. Agar sizda buyrakning yetishmovchiligi yoki boshqa organlarda yetishmovchiligi kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, hattoki bu nagruzkaga qo'yib, sizdagi hattoki minusga olib kelishi ham mumkin. Ya'ni zararli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun unaqa 5 litr, 6 litr suv ichish kerak degan gaplarga umuman ishonmang va unaqa qilmang. Faqat organizm talabiga ko'ra iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Limonli, sodali yoki boshqa o'simlik tarkibli damlamalar sizdagi buyrakdagi toshlarni eritadi degan tushunchalar juda ham ko'p. Lekin shunaqa toshlar borki, kalsiyli, oksalatli yoki boshqa infitsirованный toshlar bor organizmda. Ularni hech qanaqasini o'tli damlamalaringiz ta'sir qilmaydi. Hattoki ba'zi damlamalar kuchli siydik haydash xususiyatiga ega va bularning natijasida siz ko'proq suv ichasiz va damlamalarni ichasiz. Va buning natijasida hattoki toshlarning, ya'ni jim turgan toshlarning ko'chishi natijasida sizda kuchli buyrak sanchig'i, juda ham kuchli og'riq bilan toshning ko'chib, siydik yo'liga tiqilish asoratlari kuzatilishi mumkin. Shuning uchun hech qachon o'zingiz mustaqil qanaqadir toshlarni eritishga yoki tuzlarni tushirishga harakat qilmang. Hammasini urolog bilan maslahatlashgan holatda qilish tavsiya qilinadi. Xo'sh, unda buyraklarni qanday sog'lom saqlaymiz degan savol tug'iladi. Kun davomida yetarli miqdorda suvni ichish, surunkali diabet yoki boshqa surunkali kasalliklaringiz bo'lsa, ularni normada, ya'ni o'tkir bo'lmagan fazasida saqlash, qon bosimini nazorat qilish, tuzni me'yorida va tuzli ovqatlarni me'yorida iste'mol qilish va albatta hech qaysi preparat yoki qanaqadir protsedurani mutaxassis tavsiyasisiz, aynan urolog tavsiyasisiz bajarish tavsiya qilinmaydi. Shunday ekan, buyrak sizda qanaqadir kir moshina emas, uni vaqti bilan yuvib yoki boshqacha shlaklardan tozalab turish tavsiya qilinsa. Agar buyragingiz sog'lom ishlasa, u organizmni ham, o'zini ham chistka qiladi. Agar sizda siydik yo'llari bilan bog'liq muammolar bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qiling va biz sizga albatta yordam beramiz.